Assalomu alaykum hammaga. Bugun ko'rib chiqadigan saytimiz milliy vakansiyalar bazasi hisoblanadi, ya'ni ish.mehnat.uz sayti hisoblanadi. Biz birinchi o'rinda bu tizimni ro'yxatdan o'tib oldik, ya'ni OneID tizimi orqali ro'yxatdan o'tdik. Endi bosh sahifa haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketamiz. Bu yerda rezyumelar, ish o'rinlari, tashkilotlar sonlariga, statistikalarga to'xtalib o'tib ketilgan. Umuman sayt haqida tushuntiradigan bo'lsak, kimgadir ish kerak bo'lsa, mana shu sayt orqali ishga joylashish mumkin yoki tashkilotlarga ishchilar kerak bo'lsa, o'zini e'lonlarni berish orqali ishchilarni o'zlari qabul qilib olishi mumkin. Biz ko'rishimiz mumkin, ish topish, mutaxassis topish, rezyumeni yuklash, talabalar uchun turli xil ishlovchilar uchun turli xil vakansiyalar ajratilgan. Ya'ni biz ish topmoqchimiz, misol uchun men ham birinchi marta bu saytga kirib kuzatyapman. Mana ko'rishimiz mumkin, samosval haydovchisi kerak ekan, 1.600.000 so'mdan ekan, Nasimi Soft Cement MCHga. Biz ko'rishimiz mumkin, qiziqish bildirishimiz mumkin yoki o'z fikrlarimizni bildirib o'tib ketishimiz mumkin. Xo'p, bu yerda ko'rishimiz mumkin. Bir martalik ishlar ham mavjud ekan. Ya'ni birinchisiga to'xtaladigan bo'lsak, Samarqand viloyati Samarqand shahridan qoldirilgan e'lon. Oshxona hovli qismini tozalash va daraxtlarga shakl berish va oqlash obed beriladi. Yaxshi ishchi kerak degan ekan. Bu yerga tavsiyalarni yozib ketgan, bir mahal ovqat beriladi, bog'bondorchilikdan xabar bo'lish kerak ekan. Xo'p, o'sha ishlarni qilganiga 100.000 so'm pul ajratar ekan. Biz ko'rib o'tib ketishimiz mumkin shunaqa ma'lumotlarni ham. Biz ko'rishimiz mumkin, har qanday tashkilot ishchilarni qabul qilish uchun, to'g'ri kelish uchun, ya'ni oylik maoshlarini yoki tajribalarni kiritishini so'ralgan. Bizga kerakli bo'lgan mana ish haqqi so'mda, masalan, kimlardir 4 milliondan kam pulga ishlamayman degan sohalar bo'lishi mumkin. Mana biz 4 million so'mdan degan tugmani bosganimizda turli xil ishlar kelib chiqaryapti. Ya'ni boshqarma boshlig'i, boshqa tarmoqlarda davlat muassasasiga, ya'ni O'zmed Impex ga boshqarma boshlig'i kerak ekan. Oylik maoshi 5.120.000 so'm ekan. Biz ko'rib o'tib ketishimiz kerak rezyumelarni, ya'ni qoldirilgan rezyumelarni ham bizga namoyish etyapti sayt. Netda ozroq muammo bo'lyapti. Biz rezyumelarni ko'rib o'tib ketishimiz mumkin. Birinchi rezyumeda qoldirilgan o'qituvchi stajyor ekan. Ish tajribalarini yozib o'tib ketilgan, ish tajribasiga ega emas ekan. Mana shu qizga ish kerak, stajyor ekan, 20 yoshlarda, ish haqi ko'rsatilmagan ekan. Biz ko'rib o'tishimiz kerak. Shunaqa qilib biz rezyumeni qoldiramiz. Bizga bizning sohamizga qiziqqan har qanday tashkilot yoki davlat organi bizni ishga taklif qilishlari mumkin. Rezyumeni qo'shishimiz mumkin. Mening so'rovlarim, tanlanganlar, mening obunachilar, xabarnoma. Umuman olganda bu sayt orqali biz o'zimizga kerakli bo'lgan ishlarni topishimiz yoki tashkilotlarda qoldirilgan e'lonlarga qarab biz o'z ish o'rinlarimizni joriy qilishimiz mumkin. Turli xil sohalar bo'yicha keltirilgan. Mana tepada ko'rib o'tishlaringiz mumkin. Qishloq xo'jaligi, arxitekturaga, IT sohasi bo'yicha, ta'lim sohasi bo'yicha vakansiyalar bor ekan. Barcha vakansiyalarni ochib qaraydigan bo'lsak, vakansiyalar soni 89.425 ta ekan. Biz o'zimizga kerakli ishlarni topgan holda ishga joylashishimiz mumkin, ya'ni o'zimizning sohamiz bo'yicha. Masalan, talabalar uchun ish. Ko'rishimiz mumkin, muhandis kerak ekan, 1.155.000 so'mdan ekan. Texnika va yong'in xavfsizligi muhandisi. O'zimiz sohamiz bo'yicha umuman olganda ish topishimiz uchun yaratilgan sayt hisoblanadi. Ya'ni bu ham elektron hukumatning rivojlanganligidan darak beradi. Bu har qanday rivojlangan mamlakatlarda o'zini sayti joriy etilgan. Mana bizda ham sayt test sinov natijasida ish faoliyatini olib bormoqda. Nimaga manfaatli bo'lgan bo'lsa, kattaga rahmat.